أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ramazon so'zi arabcha bo'lib, qizigan tosh so'zidan olingan. Arablar tosh qizig'i bo'lgan yoz pallalarida ro'za tutar edilar. Shundan bu oyni Ramazon deb qo'ydilar. Yana aytiladiki, ro'za tutgan kishi gunohlari shu qizigan tosh bilan kuydirib tashlanadi. Bir hadisda Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Alloh shunday deydi: odam bolasining barcha amali o'zi uchun, ammo ro'za unday emas, u men uchun. Mukofotini o'zim beraman. Alloh hech narsaga muhtoj emas. Ro'za men uchun degani, ro'zaning qadri qiymati behad baland bo'lganligini bizlarga anglatish uchun aytilgan narsa. Unda inson xayoliga kelmagan mukofotlar borligini ifoda qilish uchun shunday deyilgan. Ro'za tutsam Allohga manfaat yetkazar ekanman degan fikr aslo kelmasligi kerak. Ramazon oyida qilingan barcha amallar hisobi bizning xayolimizga kelmagan darajada ko'paytirilib beriladi. Gunoh ham o'z navbatida shunday og'irlashtirib yoziladi. Shuning uchun bu oyda gunoh qilishdan imkon qadar tiyilmoq kerak. Kun tartibini amali solihlar bilan band qilib qo'yish kerak. Muhtaram birodarlar, kimning farzandi zalolat yo'llariga kirib, ota-onasiga itoatdan chiqib ketayotgan bo'lsa, ushbu Ramazon oyida ushbu virdni qilsin. Allohning izni bilan maqsadi hosil bo'ladi. Zafaron va asal solingan suvga Allohning ushbu ismini 20 marotaba o'qib dam soladi. Al-Hadi ar-Rashid. So'ng o'sha farzandi ichadigan choyga solib beradi. Buni 7 kun yoki 14 kun takrorlaydi. Shunda Allohning go'zal ismidagi biz uchun berilgan ne'matga shohid bo'ladi. Alloh o'z kalomida Allohga duo qilsangiz, uning go'zal ismlari bilan duo qiling degan ekan. Bu chaqiriqqa biz labbay deb bu ismdan foydalanishimiz kerak.